Atigi 15 daqiqa ichida siz farzandingiz miyasida mo'jizalar yaratishingiz mumkin. Farzandingiz bilan birga kitob o'qing, konstruktor yasang, nimanidir muhokama qiling, sayr qiling, xullas 15 daqiqani sifatli o'tkazishga harakat qiling. Aynan mana shu harakatlar farzandingiz miyasi hujayralarini aktiv holatga keltiradi va neyronlar aro aloqani mustahkamlaydi. 2025-yilda Leeds universitetida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi qisqa, sifatli ammo doimiy o'yinlar ularning nutq markazini, muammolarga osongina yechim topa olish qobiliyatini hamda fikrlash, xotira, diqqat markazlarini faollashtirar ekan. Faqat bitta sharti bor. Bu 15 daqiqa har kuni muntazam ajratilishi kerak. Hayot qanchalik tez bo'lsa ham, vaqtimiz qanchalik tig'iz bo'lsa ham, farzandimizga ajratilgan atigi ana shu 15 daqiqa ularning kelajakda aql, his, tuyg'u hamda ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatlarga erishishlariga zamin yaratadi. Endi aytingchi, siz bugun farzandingizga qancha vaqt ajratdingiz? Izohlarda yozib qoldiring.